Bundan 7 yil muqaddam poytaxtimizdagi mahallalarni birida shunaqangi bir amr ma'rufda suhbatda bo'lgan paytimizda bir odam hikoya qildi. Qor aka, men namozga kirib ketishimga sabab bo'lgan bir narsani hikoya qilmoqchiman. Sizdan oldin ustoziz Fozil Qor akaga ham aytib bergan edim. Bir kun kechqurun namoz shomdan keyin eshik jingillab qoldi. Ko'chaga chiqsam bir o'spirin yigit yonida ikkita odam turibdi. Aka, siz meni tanimaysiz. Xonadoningizga kirsam mumkinmi, maylimi deb ijozat so'radi. Men ijozat berdim. Tanimayapsiz? Yo'q, taniyotganim yo'q. Men 2-3 yil muqaddam minib yurgan Jiguli mashinangizni o'g'irlab, katta so'yinchi talab qilib o'zingizga qaytarib bergan edim. O'sha payt zalolatda yurgan davrim edi. Kazzob edim, o'g'ri edim. Ko'p odamlarni diliga og'riq berib, qaqshatgan edim, azor bergan edim. Qalbim hidoyatga ochilib, ibodatga kirib, namoz o'qib, halol bilan haromni farqiga borib, yaxshi insonlarning suhbatida bo'ldim. Bilsam, banda bilan Allohning o'rtasida haq. Bu haqni kechish Allohga havola. Ikkinchisi, banda bilan bandaning o'rtasidagi haq bor ekan. Bandasi kechirmaguncha Alloh kechirmas ekan. 11 ta odamni qaqshatgan ekanman. Mashinasini o'g'irlab, so'yinchi talab qilib qaytargan ekanman. Qiyomatda hisobi og'ir bo'lar ekan. Allohdan qo'rqib, hovlimni sotib, kimni norozi qilgan bo'lsam, birma-bir rozi qilyapman. Navbat sizga yetib keldi. Aka, mana shu pulni oling, men roziman deng, Alloh shohid bo'lsin, bu odamlar guvoh bo'lsin. Ukajon, ancha vaqt o'tib ketibdi-ku. Men roziman desam ham qo'ymasdan majburan pulni qo'limga tutqizib chiqib ketdi. O'zimga ta'sir qildi. Kechasi bilan ko'zimga uyqu kelgani yo'q. O'g'lim tengi bir bola, zalolatda yurgan, o'g'ri bo'lgan, kazzob bo'lgan, odamlarni qaqshatgan insonga Alloh insof berib, ibodatga kirib, qiyomatda hisobim nima bo'lar ekan deb qiyomatdan qo'rqib huzurimga kelib meni rozi qilsa-yu, men ham bir paytlar tijorat qilganman, tarozda turib xizmat qilganman, ming odamni haqqiga xiyonat qilganman. Yasama toshlarda tijorat qilgan kunlarim bo'ldi. Odamlarni hamyoniga, odamlarni haqqiga, taroziga xiyonat qilgan kunlarim bo'ldi. Bu bola bilar ekan, 11 ta odamni rozi qilibdi. Men rozi qilaman desam, ming odamga xizmat qilganman. Ularni unvonini ham, mahallasini ham, uy-joyini ham bilmayman. Endi buni hisobi Allohga qoldi. Parvardigor, endi meni o'zing kechirgin deb boshimni sajdaga qo'ydim. Shoyatki bugungi qilingan ibodatdan gunohlarimni Alloh mag'firat qilsa deb yig'layman degan gapni gapirdilar. Shuning uchun muhtaram aziz birodarlar, mana imkoniyatlar yaratib berilgan bir payt, hukumatimiz tomonidan bo'lsin, boshqa bir mahalliy rahbarlar tomonidan bo'lsin, hamma sharoitlar mavjud bo'lib turgan bir paytda bu kunlarni shukronasini qilib, shu kunlarni qadriga yetib, bu har bir daqiqa bo'lgan, har bir g'animat bo'lgan kunlarni g'animat bilib qadriga yetaylik. Janob payg'ambarimizdan hadis bor. Ertalab uyg'ongan odam kechasiga yetaman deb o'ylamasin. Kechga yetgan odam ertalabga yetaman deb o'ylamasin. Tanamizda jonimiz omon bo'lib turgan paytda, g'animat bo'lib turgan paytda, o'lim kelmasdan oldin hayotni qadriga yetib, oxirat uchun ham, dunyo uchun ham xizmat qiladigan, gunohlarimizni mag'firatini Allohdan so'rab, qilgan xatolarimizni takror qilmasdan roh-rostda hidoyatda barqaror bo'ladigan insonlarning qatorida bo'lishni Alloh nasib etsin. Yuqorida aytib o'tilgan hikoyalar hammamizga ibrat bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz.